Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, yaxshimisizlar? Charchamasdan tanjonlarning sog'mi, tuzimsizlar? To'g'risi proyekt yigamiz, ishlar boshlab olganmiz. Namanganlik usta akalarimız kelishgan. Qabul o'qigan bitta xonani. Kecha kelib, hojona, hoji tog'alar bilan kelishgan, oilaviy kelib, o'lcham netib ketishgan. Bugun o'zlari kelib, ustalar ekan, o'zlari ham 9 kishi kelishgan obunachilar. Bitta uyda chiroyli qilib, aboni zo'r qilib yopishtirib qo'yib, xudo xolasa videolarda ko'rsatamiz. Kecha efirdan keyin limondan keyin holatingiz yaxshimi, holatingiz yaxshimi deyotgan obunachilarga rahmat. Holatim zo'r. Limondan keyin salpali og'zimdan suv oqib uxladi deydi, o'shana bo'ldi xolos. Unchalik bilintirib o'rgan yo'q lekin. Ishlar umuman juda ham avjida ishlar. Juda ham avjida ishlar. Asha avjida degan Toybola kanali. Yaxshi obunachilar, qadrdonlar, shu avjida degan gapingni ishlatsa, bitirmaysan. Yo'q, o'zi meniki, mayli, sizga ruxsat. Obunachilar, assalomu alaykum. Tuzingizlar, charchamayapsizlarmi, qadrdonlar? Qo'llab-quvvatlab turganlar uchun rahmat. Sovuq, aka, tilam jingalab qoldi. O'sha meni adashib ketdi. Bugun hasharchilarimiz ko'p, hozir xudo xolasa chiroyli adetlarni qilamiz birgalikda. Mana shu yangi xonada o'tirib buruvlar, obunachilar, xudo xolasa. Kuzatib tursanglar, bitta aka, har kirganingiz yo'q ichkariga. Endi hozir kirasiz. Lustra yomon bo'ldi, lustra yomon. Nomeradi. Lustrada ashaddiy. Boshqachasini olib ketdi. Pulli ekan-ku. Aka, shuncha uy qurdik. Mana shu bitta mehmonxona, asosiy mehmonxona-yu. Bitta e'tibor beraylik dedik. Endi obunachilar start boshlandi. Juda ko'pchilik so'rayapti o'zi gilam, mana hozir razmerini aytaman sizlarga. Gilam bo'yicha, parda bo'yicha, ko'rpa to'shaklar yangilaridan bir 4 ta eski bergandan ko'ra 2 dona yangi bo'lsa obunachilar, 2 dona yangi ko'rpalaring bo'lsa ko'rpachalik, to'shak deydi. Kimdir ko'rpacha deydi, bizda to'shak deydi. Ana shunaqa to'shaklardan bo'lsa bir 10 ta aka. Kecha bir xonaga men alatir solmayman, bor kuzatganlar. Lekin yotadigan marko'rpa degandek, yostiq, bolish degandek, ularda hech narsasi yo'q. Obunachilar hech narsasi, to'shagi yo'q. Endi to'shaklari bor, tashqariga so'riga ishlasa bo'laveradigan to'shaklari bor obunachilar. Bo'lsa agar qilib bersanglar juda xursand bo'lardik. Obunachilar, mana shu xonamiz bitta. Olib kelishni boshlayverasizlar, to'playveramiz. Gilamlarni sog'orsak, xudo xolasa. Hech kimni kirgizmaymiz. Faqat chiroyli qilib obunachilarimiz kelib ko'raman, yaxshiyim deyib, kelib ko'rib chiqishaveradi. Xudo xolasa, ikkitalarni undan kirgizmaymiz. O'zi shunaqa bo'ladi, bilasizmi? Ustalar hamma yoqda chiroyli qilib zo'r qiladi. Keyin o'zi kirmaydi ham, kirgani ayniqsa bor-ku. Ham uyda egasi boshqami? Ustalar kirgizgisi kelmaydi, bilasizmi? Teskari. O'zimiz qilamiz, biz kirolmaymiz. Ha, toza uyni men sizlar-chi? Doim bunaqa ishda bo'lgan. Aka, siz o'zingizga ham men kirib qo'yaveraman. Siz ketganingizdan keyin menga olib chiqaman birinchi. Pechka kechasi bilan yonib qolish kerak ekan. Bugun hozir kechasi ko'mir tashab ketamiz. Ko'mir bosib pechkaga, u kun issiq ertalab ketib turdik, ko'mir bosib qo'ydik. Xuddi shunaqa qilib rahmatulloh akam olib kelgan ko'mirdan bitta bosib qo'yamiz, so'tga qilib obunachilar. Ertalab kelib issiq tursa, xudo xolasa go'zal bo'lib ketadi. Hozir mana Tashqarisini atkosini olib qo'yaman. go'zal bo'lib qoladi endi. Kechlardan videomizga olingan bular, qarab. Rostdan. Ama va'dalarni qo'yib beraveryapti. Jaqqa javob bergan. Eti chaqirdi. Jiyan keldi, jiyan. Salom. Sheril aka, men bari qarindoshlar deyapman. Hozir bu akalar hammamiz qarindoshmiz dedi. Sheril akam men atrofdagilar hammasi qarindoshmiz. Kizlatmasam bo'lmaydi, chaqirdim-da mana. Havo sovib ketyapti. Kelyapsizmi? Sizni ishingiz qoldi o'zi ham. Nasıl to'rtta atkos sizga muntazir. Endi-da, ana reka pravila yo'qmi? To'g'risidan ikkita rekamni juplab qo'yib olsangiz atkoska bo'laveradi. Cho'tga qilib bosaverasiz aka. Nima ketasiz? Albastami nima? Rozmanmi nima keldi? Hamma yo'q, dayib qo'ydim-ku. Ana rekadan ikkitasini shunday qo'yib olaveradi juplab. Atkos bo'laveradi. Obunachilar, Sheril akam, bekorga Sheril akam bilan birga ishlamaymiz-da. Biz yo'q bo'lsak ham ish yuraveradi obunachilar. Mana ertalab kech qoldik, sababi Otabeklarga borgandim, ko'zi bo'yicha qadrdonlar. Kelgan ertan kelganimga qadar uzun erta ishlar ancha yurib ketdi. Namanganlik akalar ketdi, boshqa bo'libdi. Mana Sheril akalar ham ko'lab sekin betonni boshlashibdi. Anaqa qilmadik-ku. Gidrourovень deydimi, unda ishlar kelgandan qilib. Keyingi etajda. Ha, ikkinchi etaj, ikkinchi etapdami? Ha, bo'pti, obunachilar ustidan qilar ekanmiz.
Xo'p, qadrdonlar qaranglar, planni qaranglar. Agar ma'qul kelgan bo'lsa, agar yaxshi plan qilgan bo'lsa, bitta like bosib qo'yasizlar. Keling, ko'rsataman. Mana 3,5 metr. necha? 3,5. 3,5 ayvon. Ayvon obunachilar. Ayvondan sirasi pol qilamiz ayvonda aka. Mana tashqaridan zinadan shunday polga chiqib turib, oshxona, mana oshxona, men aytdim, mana 3 metrlik. Oshxonaning eshigi bitta bo'ladi, eshik oshxonaning ichiga kiradi. Oshxonaning ichiga kirgandan keyin mana tarafda bitta deraza bo'ladi. Mana tarafdan yo mana tarafdan bitta kuxunni qilamiz. Keyin oshxonadan kelgan mana tarafdan yurib kelsanglar, metrdan mana 1,5 metr 1,5 metr uzuni hammom bo'ladi. Ichi 1,5 metr bo'lsa ichi hammom bo'ladi, oshxona bilan riyadi to'g'ri bo'ladi. Va kirganda ariston kelganda перегородка qilib jichagina bag'aga ekan cho'milib dush-push bo'ladi. Bundan keyin xudo xolasa tualet bo'ladi bu yerda. Bu ham 1,5 metr eni uzuni mana shu oshxona riyadida bo'laveradi. Bundan keyin materialimiz xudo xolasa ortib bo'lsa, qo'limizdan kelib bo'lsa, bag'ini mana devorga dor metr devor bo'ladi, obrazlar. Bitta naqasiga devor bo'ladi. Ash devorga dor, bitta navescha qilsak, tandir o'choq bo'ladi obunachilar. Endi bag'i devor bo'ladi oxiriga dor. Go'zal proyekt bo'lyapti. Xudo xolasa bitsa, вообще chiroyli bo'lib ketamiz dedilar obunachilar. Buni obunachilar ko'p kommentlarga yozyapti. Birda shuncha mehnat qilyapsizlar, tomini bo'lyapti, tomini yangilanglar deyapti. Biz mana dorvozaxonaga ham qarab turibmiz. Endi ehsonchilar bunaqa qilib qo'ysa, dorvozaxona qilib qo'ysa, birovlar bitta qilishga ulab ketaveramiz. Hozir qilib qo'yib bo'lmaydi-da. O, shipirni yorug'larni ko'ryapsizlarmi? Olalasanmi, ololmaysanmi? Ha? Chiqmasa kerak. Xullas, chiqmasa aytib beraman o'zi aka. Yorug'lari juda ko'p shipirda, keyin uyda oldi fasad bor-ku, yomg'ir bitta yog'sa shunday uradigan yomg'ir. Hatingan tashqariga hech ham kirib bo'lmaydi. Lekin obunachilar mablag'dan qo'llab-quvvatlanmasa, biz ham hech qachon komda hozir tayyor narsani buzib tashlab boshqa qila olmaymiz. Faqat sizlarga bog'liq. Birorta bir yaxshi inson chiqib, Alloh diliga solib, shu yaxshilik qilaman degan inson chiqib, "Uka, bo'ldi, $300 yoki $500 beraman. Ash tomni yangilayman uka" desa, ichi strapillari, rekalari olinib qolsa ham, shipilini biz obunachilar bilan yig'ib yuboramiz. Endi undan oldin asosiy manetga hozir bittadan g'ishga ehson qilishlaring kerak bo'ladi. Bugun mana shu pastga karta qo'yamiz. Mana shu kartalarga O'zbekiston kartamizga O'zbekistondan, Rossiya kartamizga Rossiyadan 100 rubldan bittadan g'ish, O'zbekiston 10 ming so'mdan. 100 rubl emas ekan, bir 80 rubl atrofida bo'lar ekan. Bittadan g'ishga ehson qilsanglar, mana shu penabloydan mana shu aytgan planini shunday qurib ko'tarib olsak, keyin tomini bir o'ylab ko'ramiz obunachilar. U sizlarga bog'liq. Assalomu alaykum aka. Seni olyapti. Rahmat bo'lyapti o'zdan kimlar? Ha, pichoq oldi. Rahmat aka, rahmat. Voq qo'ylar obunachilar, rahmat aka. Sog' bo'linglar. Hop. degan ey bu Sabit qilammi? Qadrdonlar, akamiz duo qilib qo'yinglar. Shunaqa insonlar ko'paysin. Mana bugun qattiq ish bo'lyapti. Aktyorlar olinsa, ichkarida fargalar solinyapti Jamshidbek. Xudo xolasa bitta chotki udar degan Umidjon akam qo'shig'i bor, bilasanmi? Udar, namanganlik ustalar udar degan qo'shiqda mana shu qo'yib yuborgin. Ha? Bobotinglarni bugun maqtamay qo'y. Bugun namanganliklar maqtayapti. Ha? Eshitib qo'yapsiz. Ha? Bugun Bag'dodlar gapirmay qo'y, uka. Bular hammasi qandosh ekan. Bilmay yurgan ekanmiz. Men senga uka, jon uka, kecha limonni yemagin dedim. Ha, yeyman bu deb. Obunachilar, men aytdim, to'g'rimi obunachilar? To'g'risi yozib qoldim. O'zdan aytaylik obunachilar, kim po'chog'i bilan yesin dedi. Men aytdim, po'chog'i bilan ziyon odamga. To'g'ri kelmaydi uka, ke yemay qo'y. Desam ham quloq solmadi obunachilar. Endi nima deysizlar endi? Endi o'zlariga bog'liq obunachilar. Kuzatib turinglar, qo'llab-quvvatlanglar. Kartalarga befarq bo'lmanglar obunachilar. Xaridorlar bitta opamiz, mana shu nimani Bag'doddan. Sen qayerdan ekan? Xat sentrdan osh qilib berib yuborganlar. Oching endi aka, uni ko'rsatmasa yo'lmaydi bu obunachilarga. Bundan osh sog'inganlar bor. Yozilmashlar. Siz to'g'risiz aytmoqchi? kechagi reklamada osh nimadan ovqatdan bo'pti-yu.
Bunday qilib ko'rsatib qo'ymasa bo'lmaydi. Bunday qilib olmaslar mana shaklga ham olaveradi, tamam, men borlar. Kelarga hayron bo'ling, aka, ular rasmga oladida ishlatadi keyin. Yo, bunaqanday hayron bo'ling. Qana hayron bo'laman. O'sha tomonda hayron bo'lish uchun. No, ama nechta tuxum, nechta behi hammasini sanab qo'ydim-a. Qaranglar. Xo'p. Buni ichiga shirlarga nima edi? Bunaqa mudda karaman bor. Metta anavon bor, Qalampir bor. Metta mana kecha ma'radan berdim. Karam bor. Ha, karam. Yo'qon bo'ladimi? O'shatinglar xullas, mayka javob qilamiz. Sen to'g'ri bo'shmisan? Ana saçım mette var. İki tane köşe alsalar Sırası sovuramız, obunachilar hozir ichkariga to'shak joyda qilib bitta namanganlik akalar bilan bir suhbatini olaylik. Bir yarim soat bo'lsa ham, ha, obunachilar shoshilishyapti. Qarasam, buni kun ochilgan payti borib olaylik deb tumanda kelyapti, ertalar rosa qiynalishibdi. Bitta kuruydan turma tayyorlangan paytlarimiz bo'ldi-ku. O'shanga tuman tushmasdan borib ola qolaylik, 2 soatlik yo'l ekan deyishyapti. Shunga sirasi albatta qilamiz-u, ularga duo beramiz. Sizlar ham kommentariyada albatta duo qilasiz. Qilishlaring kerak shu insonlarni, xudo xolasa. Ko'zim aytmoqqa yo'qday so'zim, ololmayin qoldim ko'zim, shunchaki ekan udar. Bir qarab tushdi ko'zim, aytmoqqa yo'qday so'zim, ololmayin qoldim ko'zim, shunchaki ekan udar. Udar, telefoni ham udar, mashinasi ham udar, gaplari ham udar, qaddi qomati udar. Taqir tuqur, malakdayin goho xur, taqdirimga ming shukr, jilmayishi ham udar. Poshnasi taqir tuqur, malakdayin goho xur, taqdirimga ming shukr, jilmayishi ham udar. Telefoni ham udar, mashinasi ham udar, gaplari ham udar, qaddi qomati udar. Boyvachcha ekan chista, borolmayman Matizda, mashinasi ham udar. U kelar qora Mersda, boyvachcha ekan chista, borolmayman Matizda, mashinasi ham udar. Telefoni ham udar, mashinasi ham udar, gaplari ham udar, qaddi qomati udar. Qo'llarida iPhone, har kuni ko'rsaydim uni, qanday aytaman buni, so'zlashlari ham udar. Qo'llarida iPhone, har kuni ko'rsaydim uni, qanday aytaman buni. Obunachilar, kuzatyapsizlarmi? Qo'llab-quvvatlab turibsizlarmi? Obuna bo'lyapsizlarmi? 20 mingta bo'lib qoladi, xudo xolasa. 19700 ta kim bo'ldik? 300 ta odam qoldi, 300 ta odam. 300 ta odam obuna bo'lsa, 20 mingta bo'lar ekanmiz obunachilar. Xudo xolasa, sekin-asta. Bo'ladi, bo'lmaydi mas'ul. Endi sizlar ham tezroq qandoshlar telefonini, qo'shnilar telefonini olib obuna bo'lib qo'ysalaring, maqsadga muvofiq bo'lardi. Endi obunachilar ko'paysa yaxshi, bizga ham obunachilar motivatsiya bo'ladi. Qovunni xabar olganga ketyapman. Qovunni anchadan beri kecha ham kirmabman. O'shanga bitta nom qo'ysak, nima deb chaqirishni bilmayapman.
Nimadim nom qo'ysa bo'ladi? Qovuntoy deyishyapti, keyin Alisherinoy deyishyapti. Har xil nomlarda aytishyapti. Endi bitta nom bilan chaqirmasa bo'lmaydi. Qovunni ham obunachilar. Yum, it ko'rmay qoppa obunachilar. Ey, shetdami deydi? Men ko'rmay qopmanmi? Hay, gapirib kelaveribman. Qo'rqib ketdi obunachilar. Bu ham tashlaydi mana. Qaranglar. Ovozlar ham tashlaydi. Mana obunachilar qaranglar. G'ozlarga qo'qsanayin tashlaydi. Qo'qmasdan borish kerak. Men itni umuman ko'rmay qolibman, lekin rostdan cho'chib ketdim obunachilar. Qovunimiz mana obunachilar. Shunga nima deysizlar endi? Mana bir yaxshi surib turgan qo'lim bilan ham ushamayman mana. Qo'lingiz bilan ushlasangiz ham chiriydi deyapti. O'zi chirimaydi xohlasa, zo'r turibdi. Mana qo'nimiz joyida ekan Azamatjon. Joyida. Shunaqa obunachilar, Simba. Qo'rqishdim, to'satdan chiqib qolganiga. Men Daryo eski joyida deb kelaveribman. G'ozlar ham mana uyga kirib ketdi. Hayolimda eski joyda deb kelaveribman, yo'limda ko'rmabman. Xudo xolasa oshxonaga podushka qo'yapti o'dik. O'zi kecham kalalar qaranglar, tuman tushishni boshladi obunachilar. Podushka qo'yapti o'dik, svetam o'chib qoldi obunachilar. Svet o'chib qolsa Mishalkamiz ishlamaydi, simon qo'yanimiz. Xudo xolasa ertadan davom etamiz. Qo'yinga bitta chiroyli ism topinglar obunachilar, kommentariyada yozib qoldiringlar. Bitta zo'rini tanlab ism qo'yib qo'yamiz qo'yinga obunachilar. Jenisi rostim bo'lsa yaxshiroq. Chunki ayol kishi devordik kecha ham. Efirda. O'shanga zo'r ism topinglar, yozinglar kommentariyada. Hamma o'z fikrini yozsin, hamma o'ziga yoqqan ismni yozsin. O'shani belgilab olamiz. Qo'llab-quvvatlab, obuna bo'lib, like bosish esdan chiqmasin. Kartalagan bekor bo'lmaydi obunachilar shu oila uchun. Xudo xolasa oshxonalarda podushkasini qo'yishni boshladik. Xudo xolasa endi jajja qilib sizga yordam berib olishsa, oshxonamizdan bitib ketadi. Kelalak. Ko'mir bilan ovoralar. Ana. Qattiq bo'ladimi bu? O'shuna qattiq bo'lsa kerak-da. Buni ko'mir bosib ketiladimi endi? Ha. Ertaga hashatdagi qo'l suv qatib qolmasin. Shunaqa. Keyin xonamiz ham isib turadi. Hashatchilar ko'rib turganlar kelaveradi. Adresni bilasizmi? Yoppasiga. Ertaga beton quyamiz. Biton qo'yamiz. Aytib qo'y. Obunachilar, asarchilar keladigan bo'lsa, o'da biton qo'yamiz mana. Podushka qo'yapti o'dik. Svet o'chib qoldi. Mana ayvon bo'ladi obunachilar. Betimiz oshxona bo'ladi. Betimiz hammom bo'ladi. Bu yerimiz xudo xolasa hojatxona bo'ladi obunachilar. Mana ayvondan kiramiz. Ayvondan bunday kirib turib, oshxonaning eshigi chetda bo'ladi. Shuni oshxona eshigi. Eshigini yopib yur oshxona. Bo'ldi, oshxona eshigidan bitta kiramiz obunachilar. Bu yerda bunday deraza bo'ladi, baqa qaragan. Keyin bo'ldi. Baqa endi hammomga bu yoqdan kirilaveradi. Shunaqa. Mana Oshxona eshigini yopmading yana. Ya, yo'q. Hali yomon qo'rqib ketdim-da. Ani it eski joylarda bo'ylabman. Ketaveribman. Azamatjon oshxona oldiga baylab qo'ygan ekan-da. Moment ulib oldim. Tashadi. Mana obunachilar ertaga kunduzi ham ko'rsatamiz xudo xolasa. Namanganlik akalarimiz kelib cho'tki qilib bitirib ketishdi. Lekin bu lyustraga alohida 5 Qadamjon aka olib keldilar. Yomonidan pulli ekan. Mana pultidan pasaytirib, baland qilib, o'chirib, yoqib, har xil turga qilib olsa bo'laverar ekan. Mana endi. Biz ham zo'rishda yo'q.
indamay yotsa bo'ladigan holat bu. Onamiz issiqqina, bo'ylarimiz quriyapti, obunachilar xudo xohlasa. Shu bilan ham xudo xohlasa. Shu bilan haylashib qo'yamiz. Hayır. Obunachilar, Imar aka salom haylashib. Hayır, ertagacha. Ertaga. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, qo'llab-quvvatlanglar. Ko'rganda ko'rishguncha xayr obunachilar.